12. Kecha maytdagi mana o'tlarni yulishdi yana ham. Mardikorlar qo'yganmiz. 15 million. $1400 bo'lyaptimi? O'shanga hozirlab yetib maytli devorlarni, mana devorni qildirib, mana uyni buzib, ichidagilarni chiqarib, hammasini taxtasini taxtaga, temirini temirga qilib taxlashdik, gaplashdik. 15 million, 1 million zaklad berdim. Pishakchalar. Bu mana orqa taraf. Bilganlar biladi. Mana daraxt. Bilmasanglar bilib olinglar. Sekin o'taman endi, bismillah deb. Allohim ya Rabbim hayrisi bilan bo'lsin hamma narsa. Mana tapishkam yechilib ketdi. Oyog'imdan chiqib ketdi. Sassiq bir olam, o'zi bir olam. Mana maylarga o'sha temirlarni yig'ishyapti. Oy, bunda non turardi, bizni xlebimiz turardi. Mana ham asal qiladigan anaqa suv bochka bor-ku, o'shani ichi. Asal bochkasi bo'lganda aslida. Mana bu temir ish qilib hammasi tanish. Harda kenay uyi. Ana bizni Quyma 13. Zanglab ketgan nima? Barabalkar uy. Bizniki. Ham oldiramiz xudo xolasa. Mana ko'ringlar, havas qilinglar. Havas qilmayapmiz yetganlar bor, bilaman. Xudo xolasa zo'r bo'ladi, mayli endi. Odam qo'lidan keladigan ishlar. Xudo xolasa yaxshilar, mana ishlar ham bor ekan, yaxshi. Ishlar maytdan chiqib devorga o'zidan chiqsa zo'r bo'lardi. Ishlar. Mana endi uni qilmanglar. Daraxtlar sochimni tirnamadi, yulib oldi. Ikkalasi bir xilo. Shunday qilib mana kalishchalar kimnikidir. Mana men tarozim menim. Mana ustalar choy ichishayotganda mana pechatkalari. Usta mardikor ikkalasi birga ishlashyapti. Kecha suvda olib berib, men qilolmay qolishibdi, olib o'tishibdi. Behiyishibdi. Afiyat olsun. Manani ko'paytyapman, chunki ko'rsatadigan narsalar ko'p. Shunga yana mana. Hamma tanish temir tersaklar. Uyda ichida hali qancha narsa chiqadi. Mana bu yoqdan devorlar rostdan o'tyapman. Mana. Аккуратно, осторожно, потихоньку. O'tay endi, ehtiyot bo'lib. Kecha o'tganimizda isida islar tozalanib ketdi shekilli ustalari betiga.